Suvni qaranglar, suvni. Ne suv bo'lmagan. Bu nasos bunday oxirgi nonga ishlamagan hech qachon. Men G'ofir aka nomiga bitta nasosi 11 lik ekan. Panelimiz xo'sh 15 tadan 30 ta. Suvi dahshat chiqdi lekin. Juda gap yo'q. Keyin yana bitta narsa bizani inventorimiz nasosni bunday qilib kuydirib, raso qilib taylamaydi, to'kdikday. Nasosda bironta atkaz bo'lsa, bironta bir nasos yaxshi ishlamay qolsa, tosh tiqilsa, qum tiqilsa, inventorimiz birdan atkulishit qiladi. Keyin inventor ishlamaydi. Qandaydir raqamlar chiqib, raqamlar keyin nasosni qo'shmaslikka harakat qiladi. Hozir 50 ga chiqib turibdi mana. Inventorimiz nomi Usful. 22 lik Usful qo'ydik, 11 talik motorga. Akani aytishi bo'yicha yana 11 ni sug'urib 15 tiqaman deyapti. 15 tiqaman deyapti. Panelni ko'paytirayotmang, 15 ta ham bemalol ishlatadi, garantiya. Mana chotki rezultatga gap yo'q mana. Panellarimiz ham chiroyli qo'yilgan. Xo'sh, agar kimga shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol telefon nomer qo'yaman, telefon qilishlaring mumkin. Ofisimiz Qarshi shahar hokimiyati, shahar hokimiyati ro'parasidagi ofisimiz bor. Telefon nomerimiz 97 lik 678 8303. Boshlig'imiz telefon nomeri 88 lik 199 0027 100 paka deb chiqasiz. Agar menga ham shunday suv chiqarib beringlar. Men nasosim to'kka yaxshi ishlamayapti, to'kim kam desa mana suv. Mana suvda ahvoli. Yana 1 soat oqsa yerda suv qolmaydi. Juda gap yo'q suvga.